Assalomu alaykum ahli YouTube. Bizda navbatdagi ishlarimizni lavha 3+1 pulligimizni yig'ilish jarayonidan video lavha. Like va aytishga bosib kuzatasizlar. Kimga aynaqa pullar kerak bo'lsa, bemalol orqa chiqaverasizlar. Bu pulligimiz Farg'ona viloyatiga Zamolyon traktoriga ishlanyapti. 3+1 oldida bir projectlari bilan bugungi kundagi narxi 2026-yil 28-avgustdagi narxi 85 million so'mga bityapti. Bu yerda mashkor cho'pkalar ham bor. Moshkar cho'pka kimga kerak bo'lsa, moshkor cho'pka ham ishlab beraveramiz. Pulligimizda atval, lema, hamma detallari Limkent bilan birga-bir. Xitoy zavoddan kelgan bular, faqat original emas, Xitoydan kelgan varianti. Shuni hisobiga ishlari ham, sifatlari ham Xitoy bilan bir xil ishlangan. Prosta Xitoydan chiqadi. Hech qanday original bilan farqi yo'q. Farqi bir yemirilish sal nisbatan tez bo'lishi mumkin, lekin ish sifati bir xil, hech qanday o'zgarish yo'q. Bu yerda rastoykalarimiz mana guruch atvollaydi. Bu ham Dixen firmaga tegishli Xitoy stol hammasi. Polovoy diskalarimiz ham Dixen. Stolligi normalmi? Hamma detallari bor. Silindr ham Xitoy pechat, atvollar ham Xitoy pechat. Hamma narsasi Xitoydan chiqqan. Biz o'zimiz kapalagini ishlaymiz. Kapalagini biz o'zimiz 16 listdan lazerda kesib, tiyiga 20 lik kesiladi. Egasintalaridan 2 ta oldiga qo'yganmiz, 4 talik qilib. Zavodskidan o'ta baquvvat mashina bo'ladi. Zavodskini ko'pchilik bilan kapalakni yonga qayiradi. Buni yonidan bunaqa flanka ham tushadi. Keyin ramani o'rtasida bo'ladi. Hech qanday muammo bo'lmaydi.